Okela konserni uстановка qilib qo'yilgan 2025-yildan emasda zo'rini ko'rsataman. Xudo xolasa olasiz, hech qanday xarajat qilmang, maza qilib haydaysiz. To'rtta yaxshi yumshoq uncha bo'ladi. Salonlari ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ko'ngilxira qilib qo'yadigan joylari yo'q. Barlari bor, yaxshi qimmat chexonlar, puliklar, oynalarigacha elektronik qilib qo'ygan, hamda yaxshi monitorlarga uстановка qilingan. O'zidan halol yurgan probega 28 ming kilometr, telefon dvigatellari bor. Hamda yaxshi video registratorlari bilan Starline puligacha uстановка qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, kraskalari top-toza, shunaqa ayb nuqsonlari yo'q, olib maza qilib haydaysiz. Mana bagaj holatlarini ham ko'ring, aka. Bagajlari ham ideal holatda, qo'llari ham yangi bo'lib turibdi. Zapaskalari ham o'ng chiqib qo'yilgan, yangi, hali yerga tushmagan. Mashinani hech qatida hech qanaqa aybi, nuqsoni, kamchiligi yo'q. Xudo xolasa olib maza qilib haydaysiz. Propan gazlarigacha uстановка qilib qo'yilgan. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib, haydab ko'rib, bemalol baraka qilib kelsanglar bo'ladi. Olib maza qilib haydashingiz uchun $6800 bo'lsa berib yuboramiz.